Assalomu alaykum. Kuni kecha muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning yoshlar bilan uchrashuvdagi berilgan topshiriqlarini ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyati hokimi Abdurahmonov Shuhratbek Qo'shaqboyevning tashabbuslari bilan Qo'qon universiteti Andijon filialida viloyatimizdagi barcha umumta'lim maktab bitiruvchi sinf o'quvchilari uchun onlayn hamda offlayn chuqurlashtirilgan bepul kurslar tashkil etildi. Bitiruvchilarimiz uchun quyidagi bepul kurslarni taklif etamiz. Chet tillaridan ingliz tili, rus tili, koreys tili, turk tili hamda nemis tili. Tibbiy fanlardan esa normal fiziologiya, embriologiya, gistologiya, tibbiy biologiya, mikrobiologiya hamda biokimyo. Ushbu imkoniyatlardan foydalanishni va ro'yxatdan o'tishni istagan bitiruvchilarimiz hoziroq mana bu raqamlarga bog'laning yoki Andijon shahar, Boburshoh ko'chasi 2-B uy, Qo'qon universiteti Andijon filialining asosiy binosi 203-xonaga murojaat qilishingizni so'raymiz. Hurmatli bitiruvchilar, ushbu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Qo'qon universiteti Andijon filiali kelajak avlodga sifatli ta'lim berishdan to'xtamaymiz.